Ba'zan onalar murojaat qilishadi. Farzandim gapirmayapti, kech gapiryapti, tengdoshlariga nisbatan orqada, bizni eshitmaydi, buyruqlarimizni bajarmaydi, gapirmaydi, faqatgina erkalik qiladi, yig'laydi, baqiradi, injiqlik qiladi deb murojaat qilishadi. Bolani maxsus tekshiruvlardan, EEG tekshiruvlari, jonli ko'rik va boshqa tekshiruvlarni o'tkazganimizda bola mutlaqo sog'lom bo'ladi. Bunda asosiy sabab bitta tomondan olib qaraganimizda bola juda ham erka bo'ladi. Ya'ni ota-onasiga erkalik qiladi. Shuning hisobiga bola xohlaganini o'zini buyruqlarini o'tkazish maqsadida isterika, ya'ni shantaj qiladi, yig'laydi, baqiradi, injiqlik qiladi, keyin ota-ona ham o'zini tinchligini o'ylash maqsadida bolani og'zidan nima chiqsa shuni bajaradi, shuni olib beradi, shuni qiladi. Shuning hisobiga bolalarda shunaqangi holatlar kelib chiqadi. Lekin bolani, aynan o'sha bolani bog'chaga bersangiz yoki bironta bir murabbiyga yo boshqaga bersangiz, bola sirazi joyiga tushadi, gapirishlari, o'zini tutishlari yaxshilanadi. Chunki begonadan qo'rqadi, begonaga o'zining bu xarakterini, xiliqlarini o'tkazmaydi bola. O'shaning uchun endi onalarga, ota-onalarga maslahat, bolani endi ozgina bo'lgan taqdirda ham qattiqqo'llik qilish kerak. Ya'ni bola sizlar bolani boshqarib, o'sha to'g'ri yo'lga qilib, vaqtida to'g'ri shug'ullanib, o'sha xarakter tomonlama to'g'rilashga yordam berish kerak. Chunki bunaqa vaziyatni hech qaysi dori-darmon to'g'rilab qo'ymaydi. Buni faqatgina o'sha to'g'ri mashg'ulot, to'g'ri yondashish, to'g'ri tarbiya bilan shakllantirish mumkin.